Yakında yaqilini qızlar eng yoqtirib qildigan mao shomo yenchongning tafsil darasiga olib keldim. Mao kirimning ummoq tatliqqa qattiq kelib ketmaydi. Qizlar shuni yoqtirsanglar, yaxshi shirkonlarni aymay, qanjoq qilib ko'rishinglarni umid qilma. Emas boshlab ketaylik. Eng avval ko'zimizga cho'ng ko'rsatadigan maytonlarni silib olamiz. Andan keyin yuzimizga suvlarni berib olamiz. Andan qo'linglarda mushu jinhua shuang va yoki teti shuang bo'lsa, mushu yuzinglarda kafin bo'lgan yerlarga berib olasizlar. Agar bu jinhua shuang va yoki teti shuang bo'lmay qolib qolsa, qizlar sizlarning mushu qo'linglarda juye bo'lib qolib qolsa, juye basanglar bo'ldi. Andan keyin yuzimizga fongshalarimizni berib olgandan keyin biga ishlatgan meyin bo'lib qolib qolsa, chekrining birini bo'lishang yapay meyi qizlar yuzimizga cho'tkadan mushunda holatda berib olib, andan keyin mushu pultimizni yo'l qilib nam holatda suyun chiqarib nam holatda mushu meyimizni so'ndirib olsak bo'ldi. Andan keyin biga ishlatgan ultralikni upisi bo'ldi qizlar. Upini yuzimizga tekshi holatda berib, tinjonglarimizni qilib olamiz. Tinjonglarimizni qilib olgandan keyin qizlar andan keyin mayni bek so'rdinglar. May boshbatdagi do'konimda bor, lazım qizlar boshbat do'kon kirib olsangiz bo'ldi. Agar qishimizni cho'tka shol qilayotgandan keyin mushu jammaykoda bir qatim jalliq qilib olamiz. Andan keyin mao sho'rumpan mu qizlar boshbat do'konimning ichida bor. Mushu yangidan kirib qilishni o'rgangan qizlar mao sho'rumpanni cho'qim apishilib qilganlar roz bo'lib ketdilar. Andan keyin mushu sho'rumpan ichidagi mushrangda shaklini sizib chiqarayotgandan keyin andan keyin mushu oxirida burnimizning uchi, usti, ko'zimizning oldi taraflarini tilyan qilib olamiz. Tilyan qilib olgandan keyin mao rangni elib qopig'imizning ustiga ostiga tamyanchi tadi qilib olgandan keyin qiniq to'q rang elib ustiga berib olamiz. Ustiga berib olgandan keyin qopig'imizning ostiga mu o'xshashlan beramiz. Berib olgandan keyin burnimizning uchiga ozroq beramiz qizlar. Andan keyin mao vosalni mush qo'shqalam bilan sizib ketdim qizlar. Endi shu siz samam bo'ldi. Siz bilib andan keyin shu bir qatim yuran qilib o'tgandan keyin mushrangni elib vosallarimizni tilyan qilib olamiz. Tilyan qilib olgandan keyin mao kaferani elib mushu shajarimizni ostidagi kirpigimizning yiltizdan sizib chiqarib olamiz. Sizib chiqarib olgandan keyin yenjovlarimizni sizib chiqarib olamiz qizlar mushu yenshambida. Andan keyin bu sizga yensharimiz bo'lib qolib qolsa mushu quyruqdan sanjovshin holatda mushu showmo yenshani sizib chiqarib olsanglar bo'ldi. Andan keyin shunga o'xshash bilingda qopig'imizning ustiga andan keyin votambayaga ozroq berib qo'limizda yetib olsak bo'ldi. Yetib olgandan keyin mushu ko'zimizning oldi tarafga ozroq berib olamiz. Burnimizning uchiga ham shunday burnimizning ustiga mu berib qo'limizga yetib olsak bo'ldi. Qo'limizda paqroqni yetib olgandan keyin mushu kirpik egadigan narsada kirpigimizni egib olamiz. Egib olgandan keyin laklarimizda bir qatim tadi qilib olamiz qizlar. Kirpigimizni ostiga ustiga tadi qilib o'tgandan keyin mushu sayg'uni ichidagi mushrangdan ichki og'zimizga, andan keyin burnimizning uchiga, andan keyin mush inkimizga berib olamiz sayg'unlarni. Berib olgandan keyin sho'rumpan ichidagi oxirangni qizlar Lego Falion degan yerlarni tilyan qilib olamiz. Tilyan qilib olgandan keyin bu mao kirpik chaplayman qizlar. Kirpikni chaplagandan keyin ish qilib ko'zinglar shunchalik umoq chiqdi. Andan keyin mao qovganda burnlarning uchi ustiga ozroq paqroq berib olamiz. Berib olgandan keyin cho'nshamida og'zimizning shaklini sizib, ko'nglarimizni sökkat qilib olsak, bu kirimlarimiz oxirlashdi qizlar. Mushu o'zim ishlatgan kirim buyum asosan boshbatdagi do'konimda ba'shaga kirib olsanglar bo'ldi. 我开始怀疑我们的关系是不是还有点不够清晰。如果说放弃。